Men bu hashamatli samolyotni sotib oldim va bu samolyotda mana bu uchuvchi 100 kun vaqtini o'tkazib olsa, bu samolyot menga sovg'a. Nima? Hazillashmayapman. Men bu samolyotga 2,5 million dollar sarfladim va samolyot ichiga kirishim bilan 100 kun boshlanadi. Yo xudoyim. 100 kunlik sinov muddatining birinchi soati boshlandi. Boshlashni tavsiya qilaman. Qani uchamizmi? Albatta. Qani ko'ramiz u haqiqiy uchuvchimi. Nima deganing? Agar Armando bu samolyotning ichida 100 kun yashay olsa, bu samolyotni yutib oladi va xohlagan joyga uchib ketishi mumkin bo'ladi. Bunda 100 kun uchish kerakmi? Muammo emas. Uchish juda yumshoq bo'ldi. Samolyot esa juda zo'r. O'rnashishni ko'ramiz hozir. Zo'r uchish bo'ldi. Juda ajoyib. 100 kunlik sinov muddatingni 2 soat allaqachon o'tib bo'ldi, lekin seni yerga biror joying tegishi bilan sinov muddatida yutqazasan va samolyotni ola olmaysan. Men yerga tegmayman. Omad. Ko'rishguncha. Ko'ramiz bu samolyotni Armando yutib ola oladimi? Assalomu alaykum jigarlarim, ozgina vaqtlarini olaman. Iltimos meni erinmasdan eshitinglar, qaranglar. Yaqinda ogohlantirish olganmiz, shu uchun videolarimiz rekomendatsiyaga chiqmayapti, ko'p odamlar kuzatmayapti. Iltimos, kommentariyaga xohlagan yaxshi so'zingizni yozib keting. Kommentariya 10 mingta, 20 mingta bo'lib ketsa, rekomendatsiya ochiladi va men yana ham ko'proq videolar chiqarishni boshlayman bolalar. Xo'p, likelarimizni ham 15 mingta, 20 mingta, 30 mingta qilib tashlash oson. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Televizordan bemalol like bosish mumkin bolalar. Like bosib qo'yinglar, iltimos rekomendatsiyani ochaylik, menga yordam bo'ladi. Keyingi video 20 mingta, 30 mingta like bo'lgandan keyin kayfiyatimga qarab qo'yaman. O'shaning uchun kayfiyat ko'tarib, tas yozib motivatsiya berib tashlaylar bolalar. Bo'lmasam videoga ketdik. Endi nima qilamiz? Bu yer meni to'g'ridan to'g'ri ishxonam. Bu yer esa ovqatlanadigan joyim. Bu esa uxlash uchun menga joy. Va keyingi 3 oyda shu yerda uxlashga majburman. Menda haqiqiy oshxona yo'q. Menda faqat isitgich va juda ko'p konservalar bor. Va menda hammom yo'q. Bu juda qiyin bo'ladi. Va u haq edi. Bu samolyot qanchalar qimmat bo'lishiga qaramasdan bu yerda yashash uchun mo'ljallanmagan va u uchun bu biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Devorlar meni qisa boshladi. Mana qamoq qanaqa bo'ladi. Endi gallyutsinatsiya boshlanyapti. Yosh meni baxtli qiladi. Men oilamni sog'indim. Bu yomon. Biz qulayapmiz. Menimcha men to'xtataman. Birinchi tun. Menda esa kravat yo'q. Menimcha yaxshi tanlov bu kreslo. Xayrli tun. Bu samolyot meniki bo'ladi. Va mana bugun ikkinchi kun. Bu qulay samolyot, lekin uxlash unchalik qulay emas. Ikkinchi kun va videoni eng yaxshi boshlash uchun o'zingning shaxsiy samolyotingdan foydalanishdan ko'ra boshqa yaxshiroq narsa bormi? Bolalar bilan o'ylab ko'rdik, bizni New Yorkdagi hokkey musobaqasiga eltib qo'yasanmi? Albatta. Biz bilan ketish uchun bilet sotib oling. Qolisham mumkinmi? Samolyotdan chiqsang yutqizasan, shu uchun biz bilan yur. Qani ko'ramiz. Bizni hokkey musobaqasiga olib bordi va yetib borganimizdan so'ng parvoz uchun rahmat. Men ham hokkeyga borishni xohlardim, lekin chiqish mumkin emas. Qizza Armando nima qilyapti ekan? Samolyotda yoga. Samolyotda hokkeyga kelishdan foydalanish juda ajoyib bo'ldi. Shuning uchun ertasi kuni bolalar bilan yana bir joyga borgimiz keldi. Miami, Floridaga olib borasanmi? Gap bo'lish mumkin emas. Shaxsiy samolyotning qulay tarablari shunda. Nima xohlasak shuni qilyapmiz. Xo'sh, Miamiga xush kelibsiz. Qani ketdik bolalar. Ko'rishguncha. Ular samolyotdan foydalanayotgani menga yoqyapti. Men hozir xotinim bilan qizimni ko'rgim juda ham kelyapti. Juda ham sog'indim, lekin yana 96 kun bor, sabr qilamiz. Bu samolyotning ichida yolg'iz o'tkazayotgan birinchi kunim. Endi o'zimni tartibga solishim kerak. Endi bir qancha kun Armando mashq bilan shug'ullandi. Qo'llari bunday. Men o'ylaganimdan qiyinroq ekan. Isitgichda ovqat isitdi. Sabzavot va go'shtlik nonushta va u hammomsiz yuvindi. Bunday paytda yuvinish uchun eng zo'ri nam salfetkalar. Ana endi tozalanib olgandan keyin uxlash uchun yaxshiroq joy yoqtardi. Kravat juda ham yomon. Bo'ynimni juda og'rityapti. Bu meni bo'yimga mos kelgan yagona joy. Lekin bu o'zini qulay his qilish uchun juda kam edi. Men bu to'rt devor ichida ko'p yasha olmayman. Men samolyotda uchishim kerak. Va ertasi kuni u mana shu ishni qildi. Hech qachon samolyot kaliti qo'limda bo'lmagan. Xohlagan joyimga uchyapman. Qarang, negara sharsharasi tepadan juda chiroyli. Bu juda ham ajoyib. Oldin bunaqasi bo'lmagan.
Balandlik Sharsharadan hozir 1200 metr tepada. Samolyot hozir uchmoqda. Bu samolyot ikkita uchuvchiga moslangan. Ikkinchi uchuvchimiz esa juda ajoyib. Dunyodagi eng zo'r ishxona. Ha, shunday. Armandodan farqli o'laroq ikkinchi uchuvchimiz pastga tusha oladi. Ha, meni dunyoyim mana shu yerdan u yog'iga tugaydi. U tashqariga chiqa olmasa-da, lekin 10-kuni men u uchun juda ajoyib narsa tayyorlab qo'ydim. Jimmy! Baqirdim, eshikni ushlab ham qolmading-a? Yo'q. Oxirgi 10 kunlikda ishlar qalay? Jimmy, bu yerda hammom yo'q, kravat ham yo'q, oshxona ham yo'q. Aslida yomon emas. Gapni bunaqa tugaytadi deb o'ylamagandim. Lekin menda buni hal qiluvchi taklif bor. Har 10 kunda senga samolyotda bo'luvchi taklif beraman. Va mana 10 kunlikning taklifi bunday. Xohlasang senga koordinatalarni berishim mumkin. Uchish yo'lagida $50,000 bilan bir odam seni kutib turibdi. Yoki hozir bolalarga aytaman, ajoyib narsa olib kelishadi va seni samolyotingga hammom o'rnatamiz. Hozir esa uni samolyotiga hammomni o'rnatib ko'rsatamiz va nimani tanlashini keyin ko'ramiz. Sen samolyotdan mana shu yo'lakka chiqsang yutqizmaysan. Xuddi haqiqiy hammomdek. Senga kerak bo'lmasa-da, lekin shampun bor. Ha, bu ajoyib tanlov bo'ladi. Men xohlagan vaqtimda kirib yuvinishim mumkin bo'ladi. Ajoyib. Endi ikkita tanlov bor. Xohlasang 50 kunga hammomni sotib ol, xohlasang $50,000 naqd pulda ol. Hammomni tanlash bu juda zo'r. Lekin men naqd pulni tanlayman. Wow, nima? Yo xudoyim. Men ham samolyotdan uchishimiz kerak. Ol buningni. Hammomdan voz kechganiga ishona olmayapman. 50,000 ni olishingda omad senga. Men ham kutib qolaman. Uchuvchi nima deb o'ylaganini bilmadimmi, lekin shampun yomon taklif bo'lmagan edi. Mana shu koordinatada meni $50,000 naqd pulim kutib turibdi. Agar Armando bu $2,5 million samolyotni yutib olsa, bu kanal tarixidagi eng qimmat maosh olgan odam sifatida taniladi. $50,000 berishdi men cho'milmaganim uchun. Nima deb o'ylaysiz?